Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi keng ko'lamli hamkorlik rivojlanib bormoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalaridan bosib qo'ying. O'zbekiston prezidenti Markaziy Osiyo Rossiya formatidagi ikkinchi sammitda Markaziy Osiyo va Rossiya o'rtasidagi keng ko'lamli hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarini qayd etdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-oktyabr kuni Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo Rossiya formatidagi ikkinchi sammitda ishtirok etdi. Davlat rahbari so'zining avvalida Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Markaziy Osiyo bilan keng ko'lamli strategik sheriklikni rivojlantirish tarafdori bo'lib kelayotgani uchun minnatdorchilik bildirib, uning tabiiy sheriklik bo'lgan mamlakatlarimiz hamkorligiga yangi surat berishga qaratilgan tashabbuslarni qo'llab-quvvatladi. O'zbekiston rahbari ta'kidlaganidek, Rossiya bilan energetika sohasida hamkorlik bundan buyon ham mintaqa barqarorligining omili bo'lib keladi. Bugungi kunda gaz quvurlari va energetika infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha strategik loyihalar amalga oshirilmoqda. Davlat rahbari so'zining yakunida mintaqaning barcha mamlakatlari xavfsizligi, barqaror taraqqiyot va ravnaqi ta'minlash yo'lida Rossiya bilan ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirishga intilishi qat'iy ekanini yana bir bor ta'kidladi. Toshkentda mehnat migratsiyasi masalalariga bag'ishlangan xalqaro davra suhbatida Rossiya migratsiya testlarini isloh qilish masalasi muhokama qilindi. O'zbekiston vakillari hozirda imtihonlar mehnat muhojirlari uchun juda og'ir ekanini shikoyat qilishdi. Xususan, bu ko'pincha ish bilan bevosita bog'liq bo'lmagan Rossiya tarixi va huquqiga oid savollarga tegishli. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash rahbari Valeriy Fadeyevning ta'kidlashicha, imtihonlar konstitutsiyaning asosiy bilimlari va eng asosiy huquqiy normalar darajasida bo'lishi kerak. Borodinoda kim qo'mondonlik qilgan yoki harbiy rahbarlar kim bo'lgan degan savollarning keragi yo'q. Bu yagona davlat imtihoni emas, degan Fadeyev. O'zbekiston vakillari 1812-yilgi Vatan urushi yoki Qrimning anneksiya qilinishi kabi voqealar haqidagi savollar muhojirlar uchun amaliy ahamiyatga ega emas degan fikrda. Chet elliklar duch keladigan qiyinchiliklarni statistika tasdiqlaydi. Iyun oyida migrantlarning taxminan 30% birinchi urinishda sinovdan o'ta olmasligi, ularning taxminan 50% ikkinchi urinishda ham muvaffaqiyatsizlikka uchrashi aniq bo'lgan edi. Biroq asosiy muammo tarix yoki huquq emas, rus tili bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari, ekspertlarning ta'kidlashicha, qishloq joylardan kelgan ko'p sonli muhojirlarning tayyorgarligi past va har doim Rossiya jamiyatiga qo'shila olmaydi. Testlarni isloh qilish migratsiya oqimining kuchayishi fonida muhokama qilinmoqda. Rossiya rasmiylariga ko'ra, har yili mamlakatga Markaziy Osiyo davlatlaridan 100 minglab muhojirlar keladi va aynan ular imtihonlarni eng ko'p topshiradi. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy markazida MDH yagona mehnat bozorini shakllantirish doirasida migratsiya siyosatini shakllantirish mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Tadbir Rossiya prezidenti maslahatchisi, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va inson huquqlari bo'yicha kengash raisi Valeriy Fadeyev boshchiligida delegatsiya tashrifi doirasida tashkil etildi. Davra suhbati Milliy markaz tomonidan Tashqi ishlar vazirligi, Migratsiya agentligi, shuningdek Rossiya prezidenti huzuridagi kengash va Peterburg muloqoti forumi hamkorligida amalga oshirildi. Migratsiya agentligi direktori Bekzod Musayev O'zbekiston hukumati Rossiya idoralariga ushbu mamlakatda ishlashni istovchi fuqarolar uchun Toshkentda maxsus tayyorgarlik markazi ochish taklifini berganligini ma'lum qildi. Biz bir necha bor migratsiyaga tayyorgarlik ochish uchun ko'p tarmoqli markaz tashkil etish taklifini berganmiz. Bu amaliyot pandemiya davrida sinovdan o'tkazilgan. Hozir barcha tuzilmalar buni amalga oshirishga tayyor, dedi Musayev. Uning ta'kidlashicha, mazkur markazda Rossiyada ishlash uchun zarur bo'lgan
patent olish jarayonlari, barmoq izlarini olish, suratga tushirish va kirish taqiqlarini tekshirish imkoni yaratiladi. Bu nafaqat hujjat rasmiylashtirishni, balki ishga chiqishdan oldingi tayyorgarlikni ham qamrab oladi. Shu bois migrantlar uchun katta yengillik bo'ladi, deya qo'shimcha qildi Musayev. Toshkentda Rossiyaga ketadigan fuqarolar uchun migratsiyadan oldingi tayyorgarlik markazi ochilishi mumkin. Migratsiya agentligi direktori Bekzod Musayevga ko'ra, O'zbekiston bu taklifni Rossiyaga taqdim etgan. Markazda muhojirlar uchun bir qator xizmatlar ko'rsatilishi rejalashtirilgan. Dastiloskopiya, fotosuratga olish, kirishi taqiqlanganligini tekshirish va sug'urta rasmiylashtirish. Shu bilan birga u yerda faqat hujjatlar emas, balki ishga chiqishdan oldingi tayyorgarlik ham amalga oshiriladi. LDPR partiyasi rahbari Leonid Slutskiy federal byudjet yukini yengillashtirish maqsadida Rossiyadagi migrantlar uchun ijtimoiy pensiyalarni bekor qilishni taklif qildi. Bu haqda u Gazeta.ru nashriga ma'lum qildi. Rossiya ayni paytda juda muhim vaziyatni boshdan kechirmoqda. Harbiy, ijtimoiy, demografik va boshqa muammolar, bularning barchasi katta resurslarni talab qiladi. Slutskiyning so'zlariga ko'ra, bu fonda davlat hozirda rus millati qurilishiga hech qanday hissa qo'shmagan migrantlarning pensiyalari uchun mablag' sarflamoqda. Shu munosabat bilan LDPR yangi kelganlar uchun bepul ijtimoiy imtiyozlarni bekor qilish zarur deb hisoblaydi. LDPRning taklifiga tushuntirish xatida qayd etilishicha, chora pensiya tizimini asossiz ijtimoiy majburiyatlardan himoya qilish va byudjet yukini kamaytirishga qaratilgan. Agar onlayn ravishda migrant servis ilovasidan patentga xizmatlarni oldindan to'lab borsangiz, navbatda ko'p turmaysiz. Yana bir muhim tomoni, Sahroda internet yaxshi ishlamaydi. Shu sababdan onlayn to'lovlarni uyda oldindan qilib qo'ying va undan keyin Sahrovaga boring. Shunda navbatda ko'p turmaysiz. Navbatlardan esa tezda o'tib ketasiz. Patentga topshirish uchun xizmatlar narxi 22.613 rubl, patent uchun to'lov boji 4.200 rubl. Jami patentga topshirish 26.813 rublni sarflaysiz. Bu pulga patentni olishga borganda to'laydigan birinchi oy to'lovi 8.900 rublni ham qo'shing. Albatta, ayrim xizmatlarni onlayn to'layotganda olib tashlashingiz mumkin. Masalan, vaqtinchalik DMSni podpiskasini. Ularni to'lamaganingiz patent olishda qiyinchilik tug'dirmaydi. Госпошлина 1-sentyabrdan kiritildi. Госпошлина 4200 rubl. To'lamaganlar rus tili imtihoniga kiritilmaydi. Imkoni bo'lsa, госпошлина uchun to'lov qaytimsiz pul olib boring. Tuvada patent narxi 25.000 rubl bo'lishi mumkin. Viloyat gubernatori Dmitriy Milyayevning ma'lum qilishicha, Tuvada 2026-yil 1-yanvardan boshlab migrantlar uchun patent to'lovini 25.000 rublga oshirish rejalashtirilmoqda. Hozirgi to'lov 11.200 rublni tashkil etadi. Bundan tashqari, u yerda patentli migrantlar ishlashi taqiqlangan sohalar ko'paytirilmoqda. Tataristonda migrantlar uchun patent narxi oshadi. 2026-yildan boshlab Tataristonda chet el fuqarolari uchun ishlash uchun ruxsatnoma narxi 8% ga oshib 7.900 rublga yetadi. Chet ellik ishchilar uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha qat'iy belgilangan avans to'lovlarning hududiy koeffitsiyenti 2.55 etib belgilandi. Ushbu koeffitsient ruxsatnomaning yakuniy narxini belgilaydi. Natijada joriy yilga nisbatan summa 622.6 rublga oshadi. Tegishli qonun bugun Tatariston Respublikasi Davlat Kengashi tomonidan tasdiqlandi. Tatariston Mehnat, bandlik va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vaziri Elmira Zaripovaning so'zlariga ko'ra, koeffitsient migrantlarning rejalashtirilgan o'rtacha oylik ish haqining 13% daromad solig'i asosida hisoblab chiqiladi. Uning ta'kidlashicha, byudjet daromadlari ko'paytirilishi va chet el ishchilari uchun ish haqi miqdorini kamaytirishi mumkin. 2023-yilda patent narxi 6800 rublni tashkil etgan edi. O'sha yil oxiriga kelib viloyat byudjetiga migrantlardan 2 milliard rubldan ortiq soliq tushdi. 2024-yilning 8 oy davomida bu miqdor 1.7 milliard rublga yetdi. Yil oxiriga kelib esa rasmiylar bu ko'rsatkich 2.3 milliard rublga yetishini taxmin qilmoqda. Joriy yilning 1-iyun holatiga ko'ra Tataristonda patent bo'yicha ishlayotgan 38 ming xorijiy fuqaro ro'yxatga olingan.